Assalomu alaykum gruppa, yaxshimisizlar? Hammalaring sog' salomat, dehqonchiliklar bilan charchamay. Azizlar, bugun 15 aprel 2026 yil. Mana shu Bahodir akadan kelgan Juse Aleksandra sortimiz. Xudo xolasa hosili, yirikligi juda chiroyli chiqyapti. Hosildorligi, yirikligi mazasi ham o'ta zo'r, xudo xolasa yaxshi ekan. Mazasi ham, hosildorligi ham zo'r. Xudo xolasa buni ko'chatini ko'paytiramiz o'zimizga. Xudo xolasa Bahodir aka o'sha aytganidek, maqtaganidek, hosildorligi ham, mazasi ham, ko'chatlarda baquvvatligi ham xudo xolasa yaxshi. Bu 25-yil oktyabr oyini oxirlarida ekilgan. Oktyabrda oxirida ekilgan, noyabrga o'tay deganda ekilgan. Xudo xolasa yaxshi ko'chatlar rivojlanishi, baquvvatligi, hosili ham endi kech ekilganiga qaraganda xudo xolasa yaxshi. Mana hozir hosilini hammasini uzadigan bo'lsa 200 gram chiqaveradi endi pishgani. Bundan tashqari gullab kelayotgan hali gullarini shodalari ham xudo xolasa chiroyli, baquvvat. Aleksandrani xudo xolasa ekib ko'paytirsa arziydigan sort ekan. Salomat bo'lasizlar azizlar. Assalomu alaykum. Mana Aziya sortlarimiz. Aleksandra. Ajoyib. O'ta sifati ham go'zal, mazasi ham yaxshi, lekin baribir Aziyani shirinligiga yetmaydi, lekin o'ziga yarasha ta'mi bor Aleksandrada. Bularimiz endi o'zimizda Kileri sortlarimiz, Kileri sortlarimiz, mana ular Charlie sortlar. Charlie'lar endi o'zining sal shirinligi, haftamonlama yaxshi, lekin maydaroq. Hosili ham endi hozir kamayib qoldi. Buni o'rniga Kilerilar, xudo xolasa Kilerilar bosib ketyapti hozir o'rnini. Mana Aleksandra ajoyib. Vidi ham chiroyli, nisbatan yaxshi, lekin baribir Aziya shirinlik bo'yicha, yiriklik bo'yicha Aziyaga yetmaydi. Aleksandra sifat bo'yicha xudo xolasa. Salomat bo'lasizlar. Assalomu alaykum ahli gruppa. Mana Aleksandra sortlarimiz.